Yandex chokalarimizga bugun men bitta такой mashinani mana ko'rsatmoqchiman. Qaranglar do'stlar, bu avtomobilimiz BYD King avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz 510 kilometr zapas hodiga ega. Juda ham ekonomik avtomobil. 150 ta ot kuchi hamda Yonkis batareyasiga keladigan bo'lsak 47 kilovattni tashkil qiladi. Oldilarini qarang, shunaqa chiroyli turibdi. Bu avtomobilimizning narxi $20,000. Agar siz rassrochkaga olaman desangiz, ushbu avtomobilda sizga $20,000 bilan boshiga 11,000, qolgan summani esa 20 oy mobaynida $500 dan oyma-oy to'lab bu avtomobilni xarid qilsanglar bo'ladi. Hozirgi momentda 5 milliondan 5 yilga to'lab yurganlar ham masalan bor, oddiy o'zimizdagi mashinalarga. Lekin buni qaranglar do'stlar, juda ham zamonaviy, yangi texnologiya, toza elektr, juda ham ekonomik avtomobil. Do'stlar, kim kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa avtomobilni xolasangiz naqdga, xolasangiz через bank qilib beraveramiz, xolasangiz o'sha rassrochka qilib beraveramiz. Do'stlar, agar Yandexda yuradigan tanishinglar bo'lsa, o'shalarga sekin jo'natib qo'yasizlar. Shuni ham ixcham. Hamda ayollar ham olib bemalol haydasa bo'ladi. Ayolingizga mashina qidiryapsizmi? Mana mashinamiz zo'r. Juda ham ekonomik ish. Bizning avtosalonga tashrif buyurasizlar. Avtosalonimiz mana shu yerda. Yarmarkani o'tib kelganda mana Ekobozordan keyin 3 ta zdaniya, Bike hamda bu hamda Toyota bor. O'shaning o'rtasi bizning zdaniyamiz. Bizning ofisimiz mana shu yerda joylashgan. Do'stlar, ko'rasizlar mana bundan bor, yana tanlab olaverasizlar bemalol. Bunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bulardan ham bor.